Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga o'zim tomonidan ishlab chiqilgan prompt yordamida marketplace'lar uchun mo'ljallangan infografika dizaynlarini yaratishni o'rgataman. Demak, o'rtoqlar, sizlarga MyURL degan faylda prompt joylashtirilgan. Ana shu promptni siz inglizcha qismini faqatgina mana bu mahsulot nomi va asosiy xarakteristikalari degan qismini to'ldirishingiz orqali promptdan foydalanishingiz mumkin. Demak, promptimizni inglizcha qismini to'liq yuklab olamiz, nusxalab olamiz va uni agar kompyuterda ishlaydigan bo'lsa, через bloknot ishlashimiz yoki через Word ishlashimiz bizga qulayroq bo'ladi. Agar telefonda bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri telefon saytni o'ziga joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz promptimizni nusxalab olamiz va uni kerakli joylarini to'ldirib chiqamiz. Misol uchun, mahsulot nomi bo'lsin, kompyuter sichqonchasi yoki mishkada o'zbekcha yozadigan bo'lsak, farqi yo'q. Inglizcha, ruscha farqi yo'q. Qaysi tilda yozsangiz o'sha ko'rinishda sizga natijani taqdim qiladi. Men hozir hammaga tushunarli bo'lishi uchun o'zbek tilida ko'rsatyapman. Demak, sichqoncha deb yozdim. Xohlasangiz kompyuter sichqonchasi farqi yo'q, qanaqa yozishingiz ahamiyati yo'q. Va asosiy xarakteristikasi, misol uchun, chiroyli dizayn, misol uchun, chiroyli dizayn, yengil va RGB yorug'lik, misol uchun. 3-4 ta sifatlarni yozishingizni tavsiya qilaman, sababi dizayn shunga yarasha chiroyliroq chiqishiga sabab bo'ladi. Demak, biz to'ldirib olganimizdan keyin bu promptimizni to'liq nusxalab olamiz va Hixfield saytini image bo'limidagi Nano Banana Pro qismiga kirib olamiz. Nano Banana Pro qismiga kirganimizda aynan mana shu oyna ochiladi va mana bu joyda Nano Banana Pro modeli turgan bo'lishi kerak va e'tibor beradigan joylar yana rasm formati, ya'ni marketplace'lar uchun mo'ljallangan 3-4 formatni tanlashingiz muhim. Bu sifat darajasi 2 ga, qolgan qismlari o'z holicha qolaveradi va to'ldirib chiqqan promptimizni aynan mana shu joyga joylashtiramiz. Undan keyin esa plus tugmasini bosish orqali biz mahsulotimizni, ya'ni telefonda olinganmi, farqi yo'q, qanaqa ko'rinishda bo'lsa ham rasmini yuklab olamiz. Mana menda tayyor rasm bor. Mana bu joyda yuklanayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu yuklanish tugagandan keyin biz generate tugmasini bosish orqali natijamizni olishimiz mumkin bo'ladi. Va marhamat, bizda natijamiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, aynan biz yozgan yozuv mahsulot nomida chiqib turibdi va sifatlari ham aynan bizani yozgan sifatlar ko'rinishida va bundan tashqari ikonkalari ham aynan mana shu sifatlarga munosib shaklda chiqqanligini ko'rishimiz mumkin va mahsulotimizni ham ko'rinishi birga bir holatda aks etyapti. Agar natija yoqmaydigan bo'lsa, siz yana qayta generate qilish orqali bemalol o'ziga yoqqan natijani olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bundan tashqari biz bepul saytni ham ko'rishimiz mumkin. Demak, xuddi shu nusxalab olgan promptimizni yuklaymiz va mana bu joyda mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, kerakli bo'lgan rasmimizni, mahsulot rasmini yuklab olishimiz mumkin. Demak, pastki qismida esa biz настройка qismini ko'ramiz. Bu joyda обычныйdan biz generatsiya изображения ga o'zgartirib qo'yishimiz talab qilinadi. Va bundan keyin esa aynan mana bu modellar orasida aynan Nano Banana Pro modeli tanlangan bo'lishi kerak. Agar boshqa model tanlanib qolgan bo'lsa, aynan mana shu Pro ga o'zgartirib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Demak, bu joyda esa rasmimizning formati qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerak? Bizning holatimizda 3 ga 4 format eng munosib hisoblanadi. Mana bu qismida esa biz 1K ni tanlaymiz, sababi biz bu sayt bepul ishlatayotganimiz uchun maksimal ravishda ekonom qilish maqsadida 1K ni o'zi bizga yetarli bo'ladi. Demak, hamma joyini to'ldirib chiqib, rasmimizni, promptimizni yuklab olganimizdan keyin nachat tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga natijani xuddi shunaqa 1-2 minut ichida uzog'i taqdim qiladi. Demak, biz natijamizni oldik. Agar natija bizani qoniqtiradigan bo'lsa, mana bu joyda yuklab olish tugmasini bosib, standartning kачествосini tanlab yuklab olishimiz mumkin. Agar originalniyni siz tanlaydigan bo'lsangiz, siz pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun standartning kачествосini o'zi bizga yetarli bo'ladi. Demak, biz rasmimizni yuklab oldik va to'liq rasmini ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, xuddi yozuvlari ham bir xil, mahsulot nomi va mahsulotning o'zi ham birga bir holatda chiqib kelyapti. Demak, yana bitta eslatma, Nano Banana Pro Hixfield sayti orqali ishlatadigan bo'lsangiz, oyiga $9 evaziga 75 ta rasm yaratishingiz mumkin. Mana bu Flowy sayti orqali esa bepul ravishda kunlik adashmasam 4 ta 5 ta rasm generatsiya qilish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari mana shu ko'rib turgan boshqa dizaynlar ham aynan mana shu prompt yordamida yaratilgan infografik dizaynlar hisoblanadi. Agar natijalar ma'qul kelgan bo'lsa, prompt olish uchun Telegramdan pastdagi havola orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.